Tak, assalomu alaykum hammaga. Boya qanaqaydi patolog yuvilgan edi. Faqat patolog tashlangan edi. Bu endi polniga ham Spark. Ana Nexia 3imiz remontda. Bitta mashinani kutmayman endi faqat. Bu remontda buni endi почти hamma yog'ini tozalash kerak. Ja unaqa yomon ham emas, ja unaqa yaxshi ham emas. Sparkda eng yomoni sideniya bo'ladi. Suv to'kilsa ham dog' bo'ladi. Nomiga qo'l bo'lsa ham dog' bo'ladigan. Shipkani shipaloq qilmaymiz, yuvamiz. Tak, bagaj tozalash kerak. Просто propani bor ekan bagajda. Patogonni tozalash kerak. Ishingizga omad, salomat bo'linglar. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Charchamanglar.